Hech o'ylab ko'rganmisiz, hayotda asli nima izlayapsiz? Pulmi, tinchlikmi yoki o'zingiz orzu qilgan taqdirnami? Bugun men sizga oddiy bir cho'pon Santiago haqida hikoya qilaman. Bu faqatgina Santiago haqida hikoya emas, balkim bu hikoya sizga tegishli bo'lishi mumkin. Paulo Coelho alkimyogar asari haqida. Bizning qahramonimiz Santiago oddiy bir cho'pon yigit bo'lgan va har kuni u yulduzlar ostida uxlab, tongda esa orzulari bilan uyg'onar edi va tushida har kuni bir xil tushni ko'raverar edi. Misrdagi piramidalar ostidagi xazinani tasavvur qiling. Misrdagi piramidalar ostidagi xazinani u o'ngida amalga oshirish uchun tushiga ishonib yo'lga chiqadi. Oddiy bir cho'pon yigit Santiago orzularini amalga oshirish uchun qattiq bel bog'lab yo'lga tushadi va Tangier degan joyga yetib borganda u hamyonini, kuchini hamda o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotib bo'lgan bo'ladi. Chunki unga har xil tajovuzlar, yo'ldagi qiyinchiliklar, barchasi unga hammasi qarshi chiqayotgandek ko'rinadi. Tasavvur qiling, orzu tomonga yo'lga yurish har doim ham oson bo'lmaydi. Albatta bu yo'lda qiyinchiliklar bo'ladi, xuddi Santiago kabi. Lekin Santiago mana shunday qiyinchiliklarni yengib o'tgandan so'ng o'ziga eng kerakli hayot saboqlaridan birini oladi va buning nomi esa sabr bo'ladi. Va hammasini qaytadan boshlaydi. Xuddi qanday boshlagan bo'lsa, ana shunday. Lekin bu safar unda sabr ham bor edi. Qahramonimiz cho'pon yigit Santiago izlanib bir kristal do'konga ishga kiradi va u yerda o'ziga bo'lgan ishonchni qayta tiklaydi. Har bir orzusi tomon qadam bosayotgan inson ham mana shunday inson kabi hammasini yo'qotsa ham hammasiga tayyor turishni o'rganish lozim. Lekin bu safar kristal do'konda u oddiy bir cho'pon yigit avvallari cho'ponlik, lekin bo'lsa endi bu yerda kristal sotuvchisi bo'lib yurgan bo'ladi va u yerdagi har bir kristalni sotuvi, har bir kristalni parchasi uning orzulari tomon yetaklashini u juda ham erta aniq anglab bo'lgan bo'ladi va kristal do'kon sotuvchisi esa unga juda ham ko'plab hayot saboqlarini beradi. Oddiy bir cho'ponlikdan chiqib kristal sotuvchisiga aylangan Santiago endi savdogar edi. Lekin kunlardan bir kun u orzusi tomon yo'lga chiqqani esiga tushadi va kelayotgan bir karvon bilan birga sahroga qilib yo'l oladi. Albatta orzusini amalga oshirish uchun yo'lga chiqadi. Lekin sahro kechasi, tunda hech kim yo'q, qo'rqinchli ovozlar va albatta bo'ronlar bo'layotgan sahro hech kimga havas emas edi. Ammo sahroda bir narsadan juda ham kuchli darsni topadi. Bu ham bo'lsa sukunat va o'zligini eshitish edi. Hozirgi kunda esa buni biz meditatsiya deb ataymiz. Kitobimizning nomi alkimyogar, lekin haligacha biz alkimyogar degan so'zni kitobda ko'rmagan bo'lamiz. Mana shu joygacha. Chunki sahroda ketar ekan, karvon bilan birgalikda u ajrab qolgandan so'ng u yerda alkimyogarni uchratadi. Albatta bizning qahramon Santiago. U alkimyogardan juda ham ko'plab narsalarni o'rganadi. Albatta o'zini ichligini eshitish va haqiqiy xazina tashqarida emas, balkim o'zimizning ichimizdaligini undan o'rganadi. Va hammamizga ma'lum va mashhur bo'lgan ibora: agar biror narsani sen childirdan xohlasang, butun koinot uni senga erishtirishga yordam beradi degan saboqni esa alkimyogar Santiagoga beradi. Davom etgan Santiagoning hikoyasi o'zining cho'ponligidan boshlab Misr ehromlarigacha bo'lgan edi. Va nihoyat Misr ehromlariga, piramidalarga Santiago yetib boradi. Lekin u yerni qaziydi, ammo u yerdan xazina topa olmaydi. U yerda yotgan bir kishi esa Santiagoga qarab, men ham tushimda bir shunday xazinani ko'rgan edim, ammo men uni topa olmadim deydi. Santiago ana shunda tushunib yetadi. Haqiqiy xazina ana shu o'zi borgan joyda emas, balkim u o'zi topgan narsada. Balkim barchasi o'zining ichidan o'zini anglashni bu haqiqiy xazina ekanini ana shu yerda tushunib yetadi. Va u Santiago uzoq yo'llar yurgandan so'ng o'zining uyiga qaytib boradi. Va har doimgi joyidan o'zi orzu qilgan, tushida ko'rgan joyini borib, yotgan joyini qaziydi va barcha xazinani ana shu yerni o'zidan topadi. Lekin Santiago bu safar butunlay boshqa inson edi. Chunki juda ham uzoq davom etgan sayohat va tajribalar, o'g'irliklar, talon-tarojliklar, savdogar bo'lib ishlash, alkimyogarni ko'rishi bunga hayotda juda ham katta saboq berib qo'ygan edi. Endi
Siz azizlar bilan biz bir narsani tushunishimiz kerakki, hammamiz orzu qilayotgan narsa biz bormoqchi bo'lgan joyda emas, balkim u natijasida ham emas, balkim biz u yerdan oladigan saboqlarga bog'liq. Biz barchamiz Santiago bo'lishimiz mumkin. Tush ko'rish bu boshlanishi. Ishonch esa bu kuchdir. Harakat esa mo'jizadir. Obuna bo'ling, orzularingizga ergashing, yo'lda ko'rishamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Agarda videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishingizni so'rab qolamiz. Agarda videoda qandaydir kamchilik, xato kamchiliklar yoki bo'lmasam qandaydir qo'shimchalar qo'shishimiz kerak bo'lsa, buni izohlar seksiyasida albatta sizdan kutib qolamiz. Vaqtingizga rozi bo'lasiz. Ishonishdan va orzularingiz tomon yurishdan to'xtamang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishguncha xayr.